Xitoyda harbiy kemalar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xitoyni yuksalishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'radi. Sababi nimaga bunaqa savdo urushlari kelib chiqdi o'zi? Va aslida u Xitoyga ta'sir qildimi yoki yo'qmi? Mana shu masala. Asosiy bitta sabab bu savdo balansi. Gamindan agar hokimiyatga keladigan bo'lsa, unda mana shu Gonkong misolida birlashish ehtimoli yuqori. Arab davlatlar, xususan o'sha Saudiya yoki o'sha atrofdagi davlatlar, Yevropa va eng asosiysi Xitoy. Ikki taraflik Pekinni siyosatidagi bu qanday strategik mantiqqa asoslangan? Mana Xitoyda bitta shunaqa diplomatiya turi bor, qarz tuzoq diplomatiyasi degan. Endi sizga cheksiz ravishda qarz beramiz, keyin sizga eng qiyin bo'lgan paytda o'sha qarzingizni so'rab olamiz. Hormuz bo'g'ozini ochilishda eng ko'p foyda ko'rgan va yopilishidan zarar ko'rgan Xitoy edi. Xitoy nima uchun bizga imkoniyat? Sababi Xitoyda dunyoda eng arzon texnologiya. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Yozgi ta'til tufayli qisqa muddatli tanaffusdan so'ng sizlar bilan efirda qayta diydor ko'rishmoqlikdan bag'oyat xursandmiz. Bugun biz geosiyosat mavzusidagi turkum ko'rsatuvlarni davom ettiramiz va unda xalqaro munosabatlar tizimida Xitoy omilining kuchayib borishi haqida so'z yuritamiz. Shubhasiz, jahon siyosatidagi muhim o'zgarishlardan biri bu Xitoy omilining tobora kuchayib borayotganligidadir. Bir necha 10 yil avval Xitoyga asosan dunyoning ishlab chiqarish fabrikasi sifatida qaralgan bo'lsa, bugun u iqtisodiy, texnologik, moliyaviy, harbiy va diplomatik salohiyati bilan global qarorlarga ta'sir ko'rsatayotgan yetakchi kuchga aylandi. AQSh-Xitoy raqobati, bir makon bir yo'l tashabbusi, Xitoyning global janub bilan munosabatlari, uni Shanxay hamkorlik tashkilotidagi roli, Rossiya-Ukraina urushi va Yaqin Sharqdagi ziddiyatlar bo'yicha pozitsiyasi Xitoyning xalqaro siyosatdagi o'rni endi faqat iqtisodiyot bilan cheklanib qolmayotganini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, dunyo bir qutbli tizimdan ko'p qutbli tizimga o'tayotgan bir sharoitda asosiy savol tug'iladi. Xitoy mavjud xalqaro tartib doirasida o'z ta'sirini kuchaytirmoqdami yoki yangi xalqaro tartibni shakllantirishga da'vo qilmoqdami? Bugungi suhbatimiz davomida aynan shu masalalar, ya'ni Xitoy omilining kuchayishi sabablari, Pekin diplomatiyasining xususiyatlari, AQSh bilan raqobat, global janub haqida fikr yuritamiz. Mazkur dolzarb masalalar xususida biz bugun studiyamiz mehmoni, iqtidorli siyosatshunos, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, bizni universitetimizda ham dars berib kelayotgan va bu yil shu o'quv yilidan doimiy asosda ish faoliyatini boshlayotgan hurmatli ustoz Hikmatilla Qazaqbayev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmat. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmatlarim, juda xursand bo'ldim taklif eshitib. Endi siz Xitoy mavzusi bo'yicha Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi vaziyat masalalarida mutaxassissiz va bu masalani yaxshi bilasiz. Bu masalalar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgansiz, qator chiqishlar qilgansiz. Aytingchi, mana shu yuqorida keltirgan fikrlarni davom ettiradigan bo'lsak, bugun dunyo siyosatida Xitoy ta'siri sifat jihatidan yangi bosqichga haqiqatan ham ko'tarildimi yoki biz shu Xitoyni iqtisodiy qudratini siyosiy ta'sir bilan adashtiryapmizmi? Xitoyning bugungi kundagi qudrati qaysi manbalarga asoslanadi? Umuman olganda Xitoyni hozirgi kunda mana shunaqangi yirik geosiyosiy kuch markaziga aylanishi bu tasodif emas. Mana tarixda katta imperiyalarni, katta davlatlarni xuddi insonni hayotiga o'xshagan tug'ilish, ya'ni navqirorlik davri, yuksalishi va vafot jarayon bo'ladi. Ya'ni mana Xitoy falsafasiga ko'ra o'limdan keyingi, ya'ni hayotni davom etishi masalalari. Ya'ni Xitoyni ko'radigan bo'lsak, bu o'sha qayta uyg'onayotgan yangi geosiyosiy markaz hisoblanadi. To'g'ri, mana Xitoyni o'sha
19-asrni birinchi yarmi va mana shu 20-asrning oxirigacha bo'lgan davrni ko'radigan bo'lsak, bu Xitoy bir kichik bir davlatga aylanib qolgandi. Lekin Xitoy o'zi har doim tarixda, har xil davrlarda yirik imperiyalarning markazi bo'lgan. Har doim, ya'ni kuch qudrat markazi bo'lgan. Har doim katta imperiyalar bo'lgan Xitoyda, turli xil sulolalar boshqargan va doimiy ravishda, ya'ni oxirgi mana 2,5 yillik deylik, mana shu 2,5 yillik davrda har doim Xitoyda katta yirik davlatlar bo'lgan va Xitoy mana shu Sharqiy Osiyo, Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasidagi eng katta yirik kuch markazi bo'lgan. Faqat o'sha o'rtada 19 va 20-asrdagi jarayonlar Xitoyni ikkinchi darajali davlatlar qatoriga qo'shib qo'ydi. Xo'p, Xitoy mana shu narsani sezdi, ya'niki mana 19-asrning birinchi yarmida va o'sha o'rtalarida 2 marotaba Afin urushlar bo'lgan. Mana shu Afin urushlari Xitoyni uyg'onishi uchun, ya'ni qaytadan uyg'onish uchun juda muhim bo'lgan. Sabab nima? Aynan mana shu Afin urushigacha bo'lgan davrda Xitoy o'zini rivojlanishdan orqada qolgan deb hisoblamas edi. Ya'ni mana Yevropaliklar kelishdi 10,000 askar bilan, 10,000 askar zamonaviy qurollar bilan kelishdi. Xitoyda o'sha paytda aniq Sin Manjurlar imperiyasida 600 minglik armiya bo'lgan. Lekin o'sha 600 minglik armiya 10 minglik armiyani yenga olmadi. Mana shundagina ular tushunib yetishdi. Ha, biz haqiqatda taraqqiyotdan orqada qolib ketdik. Lekin baribir ham monarxiya bo'lgan, imperiya bo'lgani uchun Xitoyda o'zgarishlar keyinroq bo'ldi. Ya'ni masalan o'sha 19-asr oxirida Xitoyda reformatorlik harakati boshlangan. Ya'ni o'sha ilk universitetlarning ochilishi, boshqa rivojlanish. Mana Xitoy tarixini biz mana talabalarga dars berib o'tamiz, Xitoyning tarixini. Yoki Xitoy ichki tashqi siyosat degan shunaqa fanlarimiz bor. Biza Xitoyning yangi tarixini demak o'sha 1840-yildan boshlaymiz. Bu eng muhim nuqta bu. Xitoyning tarixidagi eng katta burilish bo'lgan nuqta. Ya'ni o'sha Afin urushlaridan keyin Xitoyda o'zgarishlar. Va mana ikkita jahon urushini ko'rdik 20-asrda. Xitoy mana shu narsalarda ma'lum bir ma'noda 60-yillarda xulosa chiqarish kerak edi, lekin baribir xulosa chiqarmadi. Faqatgina o'sha 1978-yilda hokimiyatga Deng Xiaopingning kelishi va o'sha modernizatsiyalar, Xitoyning ochilishi va Xitoydagi rivojlanish yo'lining o'zgarishi Xitoyning hozirgi kundagi tamal toshini qo'ydi. Aynan Xitoyning hozirgi zamonaviy davrdagi asoschisi deb bemalol Deng Xiaopingni aytishimiz mumkin. Mana masalan zamonaviy Singapur asoschisi Lee Kuan Yew deb gapiradigan bo'lsak, zamonaviy Xitoyni asoschisi, umuman yangilagan odam bu aynan Deng Xiaoping. Hop, Deng Xiaoping nima qildi? 4 ta muhim sohada modernizatsiya o'tkazdi. Ya'ni o'sha harbiy sohada, iqtisodda, turli xil sohalarda, harbiy soha, umuman shu sog'liqni saqlash, ta'lim, turli xil sohalarda demak, mana shu jarayonlarni boshladi. Hozirgi Xitoyning iqtisodiy yuklanishi, siyosiy yuksalish aynan mana shu davrdan boshlandi. Chunki Deng Xiaopinggacha bo'lgan davrda Xitoy qoloq, iqtisodiy jihatdan qoloq edi. O'sha kommunizm qurmoqchi, sotsializm qurmoqchi bo'lgan bir davlat. Mafkuraviy, va hali Xitoyda iqtisodiy yuksalishlar yo'q edi. Lekin aynan Deng Xiaoping eng katta qilgan ishi bu Xitoyni ochdi hamma uchun. Va Xitoyni rivojlantirishda u Lee Kuan Yew'dan ayrim jihatlarni oldi, ya'ni Singapurdagi ma'lum bir jihatlarni oldi. Ya'ni o'sha Singapur ayrim yutuqlarini, xususan o'sha qo'shni davlatlarni, Yaponiyani, Koreyani, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropadagi eng ilg'or jihatlarni oldida mana shu Xitoyni iqtisodiy yuksalish uchun asos yaratib berdi. Ya'ni Xitoyni hozirgi iqtisodiy yuksalishi, harbiy siyosiy jihatdan kuch markaziga aylanishini fundamentini bu Deng Xiaoping qo'yib berdi. Ya'ni u tushunib yetdiki, Xitoyni bunaqangi yopiq shaklda rivojlantirib bo'lmaydi. Demak, Xitoyning mana shu yopiq shaklda bo'lishi bu o'z-o'zidan qo'shni davlatlar, xususan o'sha Koreya Respublikasi, Yaponiyani o'sha mintaqada iqtisodiy jihatdan yuksalishiga olib keldi. Ya'ni bu Xitoyni orqaga tortib ketgandi. O'sha ayniqsa 70-yillarda Yaponiyada, 60-yillarda Yaponiya, 70-yillarda Koreyada iqtisodiy o'sish bo'layotgan bir paytda Xitoyda hali ham qoloq bir holatlar. Ya'ni masalan o'sha 70-80-yillardagi Xitoyning eng yirik shaharlari, Tianjin, Shanxaylarni ko'rsangiz, juda qoloq hududlar bo'lgan. Mana hozir qarang qanaqa iqtisodiy yuksalish. Demak, asosiy fundamentin yaratilishi bu iqtisodiy jihatdan ya'ni ochilish. Va o'sha Xitoyni sharqiy hududlarida maxsus iqtisodiy zonalar ochilgan. Endi bitta odamlarda noto'g'ri tushuncha yuradi ko'pchilikda.
Ya'ni Xitoyga mana shu iqtisodiy zonalar ochildi. Yevropadan, AQShdan yoki boshqa davlatlardan odamlar kelib investitsiya kiritib Xitoyni rivojlantirdi deydi. Yo'q, aslida unaqa bo'lgani yo'q. Xitoyni xitoyliklar rivojlantirdi. Qanaqa, nimani hisobiga? Qarang, mana shu maxsus iqtisodiy zonalarga investitsiya kiritgan odamlar kimlar bilasizmi? Bu Janubiy Sharqiy Osiyoda yashovchi etnik xitoyliklar. Malayziyadan, Malayziya, Indoneziya. Mana hozirgi kunda mana shu mintaqani o'zida Janubiy Sharqiy Osiyoda etnik xitoyliklar tomonidan nazorat qilingan kapitalning miqdori 2 trillion dollar. Va mana shu 80-yillarda Xitoyni rivojlanishiga sabab bo'lgan odamlar bu aynan xitoyliklar. etnik Xitoy. 19-asrda, 20-asr boshida Janubiy Sharqiy Osiyoga ko'chib ketgan xitoyliklar. Ular u yoqda juda katta sohalarni qo'lga olishgan. Mana masalan hozir Malayziya, Indoneziyada iqtisodiyotda 40 yoki 45% etnik xitoyliklar tomonidan nazorat qilinadi. Bu juda katta ko'rsatkich. Yoki mana Singapurliklar o'zini xitoylik deb hisoblamaydi, lekin Singapurni etnik jihatdan ko'radigan bo'lsak, 76% etnik xitoyliklar masalan. Ya'ni lekin o'zi ham xitoylik, lekin ular o'zini Singapurlik deb hisoblashadi. Xitoylik deb, hatto ular xitoy tilida gapirishmaydi. Ingliz tilida gapirishadi. O'zini alohida anaqa deb hisoblashadi. Lekin mana qo'shni hududlardagi xitoyliklar mana shu Xitoyni rivojlanishida juda muhim rol o'ynashdi. Va mana shu narsalar keyinchalik Xitoyni ochilishiga ham sabab bor. Endi zamonaviy davrda biz faqat iqtisodiyot orqali emas, harbiy yoki geosiyosiy jihatdan ham Xitoyni katta bir kuch markazi sifatida ko'ra boshladi. Ayniqsa mana harbiy sohada ko'radigan bo'lsak, xitoyliklar o'sha 19-20-asrdagi voqealardan xulosa qilishgan. Ularga xavf mana bir paytlar Xitoy devorini qurishgan, chunki ularga xavf quruqlikdan kelgan. Devorlar qurishgan, ko'chmanchilardan himoyalanamiz. Endi ularga yangi davrdagi xavf dengizdan kelgan. Demak, nima qildi Deng Xiaoping va undan keyingi demak rahbarlar? Birinchi navbatda Xitoyni o'sha harbiy dengiz kuchlarini rivojlantirishga harakat qildi. Qarang, hozirgi kunda Xitoyda harbiy kemalar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ishonish qiyin. Ko'pchilik o'ylaydi bu Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa kerak, chunki AQShda bilasiz 10 mingta aviatashuvchi bor. O'sha dunyodagi umumiy aviatashuvchilarning 70% Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli. Xitoyda hozir 3 ta aviatashuvchi bor, lekin 3 ta aviatashuvchidan tashqari harbiy kemalarning soni bo'yicha Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bu aynan nima uchun? To'g'ri strategiya tanladi va Xitoyga keladigan xavf quruqlik orqali kelmaydi. Xitoyga endi dengizdan xavf keladi. Demak, Xitoy mana shu geosiyosiy jihatdan qudratga erishish uchun ham mana shu birinchi navbatda qilgan ishi dengiz savdosini rivojlantirish. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida geosiyosiy olimlar bor, o'sha 19-asrda hozirgi AQSh geosiyosatining asoschilari. O'sha Nicholas Spikeman bor, Alfred Mehem bor. Mana shularning formulalari bor-da. Davlatda dengiz qudrati deyishingiz uchun nima bo'lish kerak desa, uni dengiz koloniyalari bo'lish kerak deydi. Dengiz savdosi bo'lish kerak, dengiz floti bo'lish kerak. Xitoy aynan mana shu omilga qaratdi. Ya'ni hozirgi zamonaviy davrda Xitoyga keladigan xavf demak dengiz orqalimi? Demak, mana shu dengiz savdosini rivojlantirish, dengiz flotini yaratish va mana shu dengizda xorijda harbiy bazalarni tashkil etish. Xususan mana yaqin yillarda Xitoyning ham xorijda harbiy dengiz bazalari ochiladi. Mana dastlabkisi hozir Djibutida bor va keyinchalik mana Pokistonda Gvadarda ochmoqchi ular. Shri Lankada ochmoqchi, undan tashqari o'sha Myanmada shu ish qilmoqchi. Ya'niki asta-sekin mana shu dengizdagi ustunlikni qo'lga olish orqali demak mana shu geosiyosiy jihatdan qudratga erishmoqchi. Chunki hozirgi zamonaviy davrda mana geosiyosatda har doim ikkita qarama-qarshi qutb bor. Quruqlik qudrati va dengiz qudrati. Hozirgi holatda ustunlik dengiz qudratining tarafida. Ya'ni o'sha bir paytlar o'sha Buyuk Britaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu katta bir dengiz davlatlari bo'lgan. O'sha 15-16-asrda Ispaniya, Portugaliya. Ya'ni dengiz qudratining eng oxirgi, aniqroq quruqlik qudratining eng oxirgi vakili sifatida biz Amur Temurni ko'rishimiz mumkin. Amur Temurdan keyingi davrdagi qudrat bu dengizga o'tib ketdi. Chunki o'sha Amur Temurdan keyin o'sha dengiz yo'llari ochildi, boshqa bo'ldi va asosiy qudrat dengizga o'tib ketdi. Demak, Xitoyning hozirgi kundagi asosiy strategiyalardan bittasi mana shu dengizda geosiyosiy jihatdan qudratli davlatga aylanish va siyosiy markazga aylanish. Mana
biz yaqin yillargacha, xususan mana o'sha 45-90-yillarda xalqaro munosabatlarda bipolar tizim deyiladi. SSR va Amerika Qo'shma Shtatlari. Va mana biz yangi davrda, demak mana o'sha 2000-yildan, ya'ni bu ko'proq 21-asrga kelib, Yevropa Ittifoqi, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari alohida bir qutb sifatida ko'ra boshladi. Endi Xitoy mana shu jarayonda alohida ajralib chiqdi Yevropa va Rossiyadan. Ya'ni endi u dunyodagi ikkita qudratli davlatlardan bittasiga aylandi. Ya'ni bu nimani hisobiga? Iqtisodiy, ya'ni iqtisodiy qudrat hisobiga, harbiy qudrat va siyosiy jihatdan qudratli davlat. Ya'ni masalan o'sha Xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi ekanligi Xitoy. Bu ham unga siyosiy jihatdan ustunlik beradi. Qiziq ma'lumotlarni keltirdingiz. Albatta moziydan ham gaplashdik, Den Xiaopingni esladik. Albatta bugungi Xitoyning iqtisodiy yutuqlari hammaga ma'lum. Albatta Xitoyni bir nazar solganimizda, albatta kommunistik g'oyalarni saqlab qolgan holda xususiy mulkka yo'l berib, shunday islohotlarni amalga oshirib, rivojlanishga erishgan katta davlat. Menimcha bu Xitoydagi islohotlarni markazida o'sha Xitoy falsafasida bir iqtibos borki, o'sha mashhur Xitoy faylasufi Konfutsiy aytib o'tgan. Sigir qanday rangda bo'lishi muhim emas, eng muhimi u sut berishi kerak. Ya'ni shu zaylda ish olib borib, Xitoy iqtisodiy yo'nalishda juda ham katta yutuqlarga erishdi. Endi keling katta siyosatga bir nazar solsak. Ko'rib turganimizdek, AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Rossiya geosiyosiy raqobat natijasida ko'plab harbiy nizolarga safarbar bo'lib, o'zlarini mablag'larini, resurslarini mana shu urushlarga sarflamoqdalar. Mana shunday bir paytda Xitoy bu nizolarga aralashayotgani yo'q, o'ziga xos strategik vazminlikni namoyish qilmoqda va shu bilan birgalikda faol tashqi siyosatni ham olib boryapti. O'sha davlatlarning suveren tengligi, bir-birini ishlariga aralashmaslik, nizolarni diplomatik yo'l bilan hal qilish tamoyillariga asoslangan o'sha siz aytib o'tgan ko'p qutbli dunyo konsepsiyasini ilgari surmoqda, o'sha global janub davlatlari orasida yetakchilikka intilmoqda. Aytingchi, mana shu Pekinning, Xitoyning proaktiv tashqi siyosati bu g'arbga muqobil ravishda bir yangi markaz bo'lishmi yoki o'sha mavjud xalqaro tartibot ichidagi qonunlar va kuchlar nisbatini o'z foydasiga almashtirish? Bu yerda ikkita muhim jarayon bor. Xitoy, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi hozirgi kunda mavjud geosiyosiy tizimni o'zgartira olmaydi. Ya'ni masalan, uni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi a'zoligi yoki o'sha xalqaro savdo tashkilotidagi a'zoligi, o'sha xalqaro siyosiy institutlardagi a'zoligi va umuman olib borayotgan tashqi siyosati tufayli Xitoy hozirgi tizimni butunlay inkor qilmoqchi emas, lekin parallel ravishda yangi siyosiy tizim ham yaratishni boshladi. Ya'ni masalan bu o'sha BRICSni oladigan bo'lsak, Shanxay hamkorlik tashkilotini oladigan bo'lsak, mana shu tashkilotlarda mana Rossiyani munosabati shunaqaki tashkilotlarga. Tashkilot mo'tadilroq unaqa katta masalalarni ko'rib chiqmaydi, nisbatan o'sha mintaqalardagi ijtimoiy siyosiy jarayonlarni, xavfsizlik masalalarini hal qilish kerak. Xitoyning maqsadi yo'q. Bu tashkilotlar global bo'lsin. Mana SHTni olaylik. Mana yaqinda SHTning summit bo'ladi Bishkekda. Demak, mana shu jarayonda Xitoy SHTni iqtisodiy strukturalarni qo'shmoqchi. Masalan, SHT bankini joriy qilish, SHT jamg'armasini joriy qilish, ya'ni iqtisodiy richaklarni ham qo'shish. Hatto mana Xitoyda shunaqa g'oyalar borki, tashkilot a'zolarining orasida milliy valyutalarda savdo qilish masalasi yoki mana Xitoyda mana bitta jarayon bordiki, mana Ukraina urushi tufayli Rossiyada bitta muammo, SWIFT bilan bog'liq muammo bo'lgan to'lov tizimida, xalqaro to'lov tizimida uni cheklab qo'yishdi Rossiyaning banklari.
Xitoy mana shunaqa narsalarni oldini oldida hozirgi kunda xalqaro mana Swift'ga muqobil bo'ladigan yangi to'lov tizimini ishlab chiqmoqda hozirgi kunda. Ya'ni bu nimani anglatadi? Mana shu shahati BRICS yoki mana yangi tizimlar orqali u parallel alohida xalqaro munosabatlarning tizimini tayyorlab kelmoqda. Nimaga? Chunki Xitoyni oldinda mana shu mintaqada, ya'ni Janubiy Sharqiy Osiyoda, Janubiy Xitoy dengizida konfliktlar kutib turibdi. Chunki bu uni tashqi siyosatida, demak o'sha doktrinalarda belgilab qo'yilgan. Birinchi navbatda o'sha Janubiy Xitoy dengizidagi orollarni qo'lga kiritish, mana keyinroq mana Tayvan haqida ham gaplashamiz. Mana shu hududlarni egallash masalasi. Endi qarang, Xitoy xuddi mana Rossiyaga o'xshab konfliktlarga tortiladigan bo'lsa, xuddi Rossiyaning holatiga tushadi. Ya'ni qanaqa? Iqtisodiy sanksiyalar ostida qoladi. Shuning uchun ham hozir mana shu jarayonni Rossiyadagi urushdan, ya'ni Rossiya-Ukraina mojarosidan xulosa chiqarib, mana shu jarayonga tayyorlanib yotibdi hozir. Ya'ni ertaga mana shu mintaqada qanaqadir konfliktlarga tortiladigan bo'lsam, ertaga xuddi mana shu Rossiyaga o'xshab diplomatik jihatdan blokadaga tushib qolmaymanmi degan masala bor. Shuning uchun ham parallel ravishda Xitoy yangi siyosiy tizimni yaratish bilan mashg'ul. Mana xitoyliklarda bitta qiziq holat borda, ular shoshilishmaydi. Mana xitoyliklarni bizda tushi bor-ku, boy o'g'il sharqda donishmandlik ramzi hisoblanadi. Donishmandlik yoki mana pandani ko'radigan bo'lsangiz, panda yoki ma'lum bir Xitoydagi ayrim hayvonlar multfilmlarda ko'rsatishadi. Xitoyda yoki mana jang san'ati bilan bog'liq kinolarni ko'rsangiz, mana jang san'atini o'rgatadigan ustozlar o'ta bosiq bo'ladi. Ya'ni ularni provokatsiya orqali urushga torta olmaysizda. Xitoy shunaqa, ya'ni Xitoyning falsafasi shunaqa. O'sha daosizm, konfutsizm, moizm ko'pda ularda. Ayniqsa daosizm ham juda yaxshi ta'sir qilgan ularga. Ya'ni o'sha ichki xotirjamlik deydi-ku, ayrim multfilm kinolarda ko'radigan bo'lsak. Ya'ni Xitoyda nima? Ular 5-10 yillik emas. Odatda Xitoy 50, 40, 50, 30 yillik katta rejalar tuzadi. Uzoq muddatli. Ya'ni masalan, biron bir davlatda yoki ma'lum bir hududda o'zini ta'sirini ostiga olish kerak bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshab tezkor operatsiyalar o'tkazmaydi. Yo'q. U uzoq muddatli strategiya ishlab chiqadi. 40-50 yil. Masalan, o'sha hudud, mana bu hududda, mana bu davlat ta'sirini ostiga olish kerakmi? 24 soat ichida, 3 haftada emas. Yo'q. 30 yil, 40 yil, 60 yil egallaymiz o'sha hudud, lekin u bir umr bizga qoladi keyin. Mana Xitoyda bunaqa o'rta asrlarda bitta qiziq jarayon bo'lgan siyosatda. Ya'ni faol tashqi siyosatga borgan paytda qo'shnilardan qutulish. Qo'shnilardan qanaqa qutulgan Xitoy? Qo'shnilarni bosib olganda hududlarni asosiy nikoh diplomatiyasi qilgan. Masalan, Xitoy malikalarini o'sha qo'shni davlatlarga bergan. Masalan, Tibet bilan bog'liq jarayon qo'shni hudud Manjuriya yoki atrofdagi hududlarni ham ko'radigan bo'lsak, demak o'sha Xitoyda uzoq muddatli strategiyalar bo'lgan. Mana kimdir nikoh diplomatiyasi orqali shu qildimi, keyin undan tug'iladigan farzand 20-25 yildan keyin Xitoy bilan munosabatlarni keyin u hududlarni egallaydi, shunaqa. Ya'ni Xitoy o'sha qo'shinlardan qutulish strategiyasida uzoq muddatli 20, 30, 40 yillik rejalarni ishlab chiqqan. Va hozirgi Xitoy ham xuddi shunaqa. Ya'ni hozirgi xalqaro munosabatlar tizimini ishtirokchisi bo'lib qoladi, lekin yangi bir xalqaro siyosiy tizimni ham yaratadi kelajakda. Parallel. Mana shu narsa alohida Xitoyda bor. Mana oddiy bitta misol keltiraman. Xitoyda Facebook, YouTube yoki mana bizda Wikipedia shunaqadan foydalanishmaydida ular. Ularda uni muqobil variantlari bor. Alternativalar bor. Ya'ni masalan Xitoyga qarshi mana sanksiyalar bo'ladi, AQSh bilan savdo urushlari bo'ladi. Odatda AQSh o'zi ko'proq zarar ko'radi. Nimaga? Chunki Xitoyda o'sha sanksiya kiritilayotgan narsani muqobillari bor. Oldindan tayyorlanishgan o'sha narsaga, oldindan uzoq muddatli mana shu g'arbdagi texnologiyaga bog'liq qolmasligi uchun ham Xitoyda maksimal ravishda mana shu narsa qilishadi. Mana oddiy bitta tilshunoslikdan misol keltiraman-da. Xitoyda va boshqa davlatlarda mana o'zlashma so'zlar bo'ladi. O'zlashma so'zlarni to'g'ridan-to'g'ri kiritamiz. Mana biz ham kompyuter, telefon va kiritganmiz. O'zbekcha variant yo'q-ku bularning, to'g'rimi? Mana endi yaratilyapti ayrim so'zlarni. Men eshitdim, yaqinda ayrim so'zlarni Senatda ham muhokama qilingan o'zbekchasini yaratish.
Xitoyda har bitta so'zni xitoychasi bor. Mana ruchkami, telefonmi yoki kompyutermi, istalgan narsani g'arbdan kirib kelgan hamma narsani xitoycha nomi bor. Xitoycha hieroglifi bor, xitoycha varianti bor. Oddiy mana tilshunoslikni o'zida ham ko'rishingiz mumkinki, Xitoy hech qanaqachasiga tashqi davlatlarga bog'lanib qolishni xohlamaydi. Shuning uchun ham Xitoyda mana oddiy mana shu til nuqtai nazaridan ham har bitta istalgan so'zni xitoychasi bor. Mana samolyot, aeroport degan so'zlar masalan umuman qabul qilingan butun dunyoda shunaqa deb nomlanadi. Masalan aeroport deb nomlanadi, port deb nomlanadi. Yo'q, Xitoyda uni xitoychasi bor. Har bir narsani xitoychasi bor. Birorta o'zlashma so'zni olib kirishmaydi ular. O'sha so'zni xitoycha hieroglifini yaratishadi. Ya'ni bu nima? Hozirgi Xitoyni qilayotgan shu parallel qo'shimcha siyosiy tizim yaratish. Ertangi 20, 30, 40 yillikni o'ylab shu ishni qilishadi Xitoyda. O ayni haqiqatda mana Konfutsiyni eslaymiz biz, Laozi, Konfutsiy qanaqa donishmand odam. Xitoyda ham shunaqa. O'rtasilarda hattoki Xitoyda davlatning asosiy mafkurasi Konfutsizm bo'lgan. Mana shu hatto mana Koreyada ham 19-asr oxirigacha, deyarli 20-asrgacha davlat ishiga kirmoqchi bo'lsangiz, xizmat, ya'ni Koreya, masalan, o'sha Choson degan davlat bo'lgan. Mana shu Chosonda davlat ishiga kirish uchun Konfutsizmdan imtihon topshirish kerak bo'lgan. Xitoy she'riyati, Xitoy adabiyoti, yo'qsa davlat Koreya. Koreyada hattoki Konfutsizmdan imtihon topshirilgan. Xitoyda ham xuddi shunaqa. Konfutsizm bo'yicha imtihon topshirasiz. Darajalar mana bizda IELTS darajasi bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab Xitoyda 9 ta, Koreyada 27 ta daraja bo'lgan. Rangli bo'lganda, ya'ni diplomatik rangli bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab har bitta rang uchun imtihon topshirilgan. Va o'sha asosan o'sha Konfutsizm anaqalar bo'yicha chuqurlashtirib imtihonlar qilib borishgan. Ya'ni haqiqatda davlat boshqaruvida mulohazali, maksimal ravishda mo'tadil, xalqaro munosabatlardagi jarayonlarga neytralroq yondashishadi shuning uchun. Men ham shu sizni boya aytgan fikringiz shu Xitoy mavjud xalqaro tizim doirasida joriy etilgan qoidalar asosida va mavjud xalqaro huquqni saqlagan holda o'sha markazida Birlashgan Millatlar Tashkiloti turgan xalqaro huquq tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Buni yorqin misoli mana shu Xitoy AQShning o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rnini bosadigan Tinchlik kengashi haqidagi tashabbusini qo'llab-quvvatlamadi va hamma narsa shu mavjud o'rnatilgan tartib asosida amalga oshirilishi lozimligini bir necha bor ta'kidlab o'tdi. Endi keling, mana siz o'zingiz eslatib o'tdingiz, AQSh va Xitoy o'rtasidagi raqobat to'g'risida gaplashsak. Albatta, bugungi kunda bu oddiy iqtisodiy raqobat emas, bu tom ma'noda geosiyosiy raqobat. Albatta, mana AQSh o'zini siyosatida har tomonlama Xitoyni yuksalishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'radi. Bunga misol o'sha sanksiyalar, siz aytib o'tgan o'sha savdo urushlari, ta'minot zanjirlarini qayta qurish, ittifoqchilik tizimini rivojlantirish. Aytishchi, mana shu siyosat, AQSh tomonidan olib borilayotgan siyosat qanchalik Xitoyni zaiflashtirish uchun samara bermoqda. Balkim baraksi bo'layotgandir. Xitoy bundan yangi imkoniyat sifatida foydalanib, boya siz aytgandek, yangi tizimlar ishlab chiqayotgandir. Bitta holat borki, Xitoyda Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatlaridagi o'zgarishlar. 2025-noyabrda Amerika Qo'shma Shtatlarining milliy xavfsizlik strategiyasi qabul qilindi. Ya'ni bu odatda har bitta ma'muriyat davrida, shu ma'muriyatda 4 yillik faoliyat davomida asosiy hujjat bo'ladi. O'sha milliy xavfsizlik strategiyasi bu asosan tashqi siyosatga qaratilgan. Qarang, mana shu hujjatda asosiy dushman demaylik, raqobatchi sifatida Xitoy ko'rsatilgan. Rossiya deyarli yo'q hujjatda. Asosan Xitoyga urg'u berilgan. Asosiy biz raqobatchimiz, o'sha texnologik raqobat, iqtisodiy, boshqa sohalarda asosiy, ya'ni Rossiyani dushman sifatida ko'rmay qo'yishdi. Endi dushman emas, raqobatchi sifatida ko'rmay qo'yishdi. Ya'ni oxirgi ayniqsa Tramp davrida qabul qilingan strategiya, mana Tramp Rossiya bo'yicha munosabatlarni ham bilasiz-ku, ya'ni dushman sifatida ko'rmaydi Rossiyani. Va asosiy
davlat sifatida, ya'ni raqobatchi dushman davlat sifatida bu Xitoyni ko'radi. Oddiy misol, Xitoy bilan o'sha savdo urushlari 2017-yilda Trampga birinchi mag'lubiyati davrida Bayden uni bekor qildi, lekin yana Tramp yana kelib bojlarni tikladi, savdo urushlarini. Nimaga? Tramp o'zi mana biznesmen odam bo'lgani uchun iqtisodiy risklarni, xavflarni baribir ko'radi-da u iqtisodiy jihatdan. Sababi nimaga bunaqa savdo urushlari kelib chiqdi o'zi? Va aslida u Xitoyga ta'sir qildimi yoki yo'qmi? Mana shu masala. Asosiy bitta sabab bu savdo balansi. Mana masalan oddiy misol qilaylik. AQSh bilan Xitoyning o'rtasida savdo aylanmasi taxminan 600 milliard AQSh dollar deylik. Mana shu 600 milliard AQSh dollarining 400 milliardi Xitoyni AQShga eksporti. 200 milliardi AQShni Xitoyga eksport. Ya'ni bu o'rtada juda katta savdo defitsiti bor savdoda. Ya'ni ikkala o'rtasidagi savdoda Xitoy foyda ko'radi. Shuning uchun mana положительный saldo. Xitoyni mana bu qilayotgan ishlari, ya'ni o'sha AQShga qarshi javob choralari mana oxirgi paytlarda Xitoyni yana ham rivojlanishiga sabab bo'ldi. Nimaga? Chunki texnologik jihatdan baribir bog'liqligi bor. Sun'iy intellekt, 5G boshqa turli xil sohalarda AQSh bilan bog'liqligi bor edi. Baribir ma'lum bir texnologiya AQSh bilan hamkorlik qilardi. Mana Rossiya bilan AQSh o'rtasida bitta masala plutoniy masalasi bor xuddi. Yoki kosmosda tadqiqotlar. Haligacha AQSh va Rossiyani kosmonavtlar birga uchishadi. Hozir shu. Hatto AQSh kosmonavtlarni Rossiyani kosmodromlar orqali ham uchirishadi haligacha. Ya'ni o'rtada qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar, plutoniy yoki kosmos masalasida Rossiyaga bog'liqligi bor AQShning. Xuddi shunga o'xshab, demak Amerika Qo'shma Shtatlariga bog'liqligi bor edi Xitoy. Baribir ma'lum bir jihatlarda. Endi oxirgi paytlarda mana shu ayniqsa Trampni ikkinchi marotaba hokimiyatga kelganda Xitoy o'zini mana shu strategiyasini o'zgartirdi. Endi aynan mana shu yuqori texnologiyalar masalasida o'zini muqobil variantlarni yarata boshladi. Xuddi bizlarning sun'iy intellektlar bor-da, mana ChatGPT boshqa nimadirlar chiqdi. Xuddi shuni analoglari Xitoyda keyin yaratildi. Nimaga? Chunki aynan mana shu AQShning ta'siri, sanksiyalar Xitoyga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun avtonom shaklda ish olib borish. Hatto mana hozir AQShda shunaqangi fikr borki, bu savdo urushlari bizga ko'proq zarar keltirdi. Hatto mana fermerlar norozi Trampdan. Sabab nima? Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda eng ko'p soya import qiladigan, eksport qiladigan davlat hisoblanadi. Va soyani eng ko'p AQShdan import qiladigan davlat AQShdir. Yoki boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari bor. Demak, AQShdagi fermerlar odatda o'zining mahsulotlarini asosiy bozor sifatida Xitoyga sotishadi. Mana hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlaridan olmayapti-da Xitoy. O'rniga Braziliya. Hozir Braziliya Xitoyning birinchi raqamli qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazib beruvchi davlatga aylandi. Bu o'z-o'zidan AQShdagi fermerlarga juda yomon ta'sir qildi. Hatto o'sha ayrim fermerlar o'zining sohasini o'zgartirib yuborgan. Ya'ni majbur bo'lgan shunga. Mana shu 2 yil ichida shu iqtisodiy qiyinchiliklarga uchragan. Shuning uchun ham mana bu ikkalasining o'rtasidagi jarayonda oxirgi paytlarda mana ko'pchilik o'ylaydi, Xitoy juda zarar ko'rdi, AQShga gigant, AQShga gigant texnologik davlat. Lekin mana shu Xitoydagi davlat tomonidan ma'lum bir darajada nazorat qilingan iqtisodiyot va AQShdagi butunlay davlatdan mustaqil bo'lgan xususiy sektor davlatni siyosat tufayli zarar ko'rishni boshladi. Ya'ni Xitoy mana shu zararlarni davlat tomonidan nazorat qilingan bo'yicha subsidiyalar, boshqa turli xil narsalar orqali yordam beradi. Ya'ni iqtisodiyotga yordam berib turadi, davlat tomonidan yordam bo'ladi. Soliq imtiyozlari beradi, subsidiyalar ajratadi ma'lum sohalarga. Amerika Qo'shma Shtatlari bunaqa narsa yo'q, qo'llab-quvvatlash yo'q. O'zingni kuningni o'zing ko'r. Shuning uchun ham ayrim tadbirkorlar, yirik biznes Amerika Qo'shma Shtatlarining oxirgi paytlarda o'sha Xitoy bilan raqobati, Xitoy bilan siyosatidan yoki o'sha migratsiya siyosatidan norozi. Migratsiya masalan ularga ta'sir ko'rsatganda, mana Xitoydan yoki Hindistondan turli xil hududlardan aql kishilari AQShga borishi oxirgi 2 yil ichida kamaygan. Hatto AQSh o'zidagi olimlar shuncha borgan ularda biz mana Tramp hokimiyatdan ketguncha biz Kanadada yoki Yevropada faoliyat yuritdik. Hatto o'qituvchilar bor ichida, universitet o'qituvchilari. Chunki mana o'zingiz bilasiz, o'sha Cambridge, Garvard bilan bog'liq muammolar. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari va ya'ni AQSh ma'muriyati va
Garvard o'rtasidagi muammolar kelib chiqdi. Hatto Garvardga xorijiy talabalarni o'qitishni cheklab qo'yamiz dedi. O'rta rosa AQSh ta'lim vaziri va Garvard rahbariyati o'rtasida juda mojarolar kelib chiqdi. Ya'niki mana bu holatda Amerika Qo'shma Shtatlari ko'proq yutqazdi baribir. Chunki mana aql egalarida baribir Amerika Qo'shma Shtatlari bu baribir mana shu turli xil hududlardan kelgan odamlarni bir yaratgan narsalarni hisobiga mana shu davlatga aylandida, migratsiyani hisobiga. Mana oddiy qarang, mana Trampni o'zi kelib chiqishi ham o'sha Germaniya taraflariga borib yoki Bayden irlandiyalik, masalan, o'zi kelib chiqishi Irland katoliklardan, ya'ni o'zi asli mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarining migrantlar shu darajaga olib chiqdi-ku. Ya'ni native Amerikan yo'q-ku umuman. Ya'ni boshqaruvda lekin hozirgi mana shu siyosatdan shuning uchun ham tadbirkorlar norozi. Sababi mana shu Xitoy bilan raqobatida yoki mana shu Xitoy bilan olib borayotgan ishlarda dastlab Xitoy zarar ko'rgan bo'lsa, endi teskarisi Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi mana shu jarayonda zarar ko'rishni boshladi. Juda ham qiziq bu holat, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ko'rayotgan choralar teskari effektni bermoqda va qaytanga mana shu savdo urushlari, sanksiyalar natijasida bularning iqtisodiyotiga ko'proq ta'sir zarar ko'rmoqda va Xitoyga tobora ko'proq bog'liqlik paydo bo'lyapti bunday siyosat jarayonda. Endi albatta Washington va Pekin o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida gapirganimizda albatta eng muammoli nuqta bu o'sha Tayvan masalasi. Hammaga ma'lum, AQSh Tayvandagi hukumatni qo'llab-quvvatlab keladi, unga harbiy yordam ko'rsatadi. Bu esa o'z Pekinni g'ashlik keltiradi, munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aytingchi, mana shu Tayvan masalasi bu faqat AQSh va Xitoy o'rtasidagi ikki tomonlama taraflar o'rtasidagi muammomi yoki o'sha jahon xavfsizligiga, jahon iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatish imkoniga ega bo'lgan global muammomi? Mana birinchi Tayvan masalasi haqida gapirilganda, ya'ni Tayvanda tinchlik o'rnatilishi, tinchlik bo'lishi mana shu atrofida Xitoy bilan konflikt chiqmasligini deyarli butun dunyo xohlaydi. Buni bitta asosiy sabablardan bittasi bu yarim o'tkazgichlar. Albatta. Ya'ni har xil statistika berishadi. 50% dan 70%gacha, mana oxirgi 50% deyarli 70%ga yaqinlashib qoldi. Tayvanda butun mana shu dunyodagi chiplarni 70% ga yaqin ishlab chiqaradi va TSMC kompaniyasi dunyodagi eng katta mana shu yarim o'tkazgichlarni ishlab chiqaradigan kompaniya. Endi qarang, hisob-kitob ko'rishganda olimlar, ya'ni tadqiqotchi, analitik sentrlar, agar Xitoy bilan Tayvan o'rtasida konflikt chiqadigan bo'lsa, urushning birinchi yilni o'zi dunyo iqtisodiyoti 30% ga qisqarib ketar ekan. Demak, aynan mana shu yarim o'tkazgichlar tufayli. Ya'ni bu faqatgina Xitoyni yoki o'sha Tayvanni, AQShni muammosi emas, bu butun dunyoning muammosiga aylanadi. Mana 25-yilda Yaponiyada hokimiyatga ancha yillardan beri birinchi marotaba o'nglar hokimiyatga keldi. Nisbatan konservativroq, liberal partiya bo'lgani bilan konservativroq siyosat yuritadigan shaxslar keldi. O'sha Sanei Takeichining hokimiyatga kelishi bu Yaponiyani tashqi siyosatini o'zgartirish yuz berdi. Ya'ni oldinlari Yaponiya bu tinchlik davlati, bu tinchliksevar, shunaqa davlat sifatida ko'rilardi. Mana hozir istalgan odamlar ko'chaga chiqib Yaponiya haqida so'rasangiz, faqat ijobiy fikr yetadi. Birorta odamlar negativ fikrlarni eshitmaysiz Yaponiya haqida. Chunki uni mana shu olib borayotgan siyosat shunaqa. Lekin yangi hokimiyatdagilar bunaqa siyosat olib bormoqchi emas. Birinchi marotaba mana shu shuncha yillar, 70 yil ichida Tayvan masalasida keskin bayonotlar berishdi. Ya'ni qanaqa bayonot berdi Yaponiya? Tayvanga agar konflikt yuz beradigan bo'lsa, biz armiyani jo'natamiz. Birinchidan, Yaponiyada rasman armiya yo'q, chunki taqiqlangan. Ikkinchi urushdan keyin ularning armiyasi milliy mudofaa kuchlari deb nomlanadi. Mana shularni jo'natmoqchi, Tayvanni himoya qilish uchun. Bu to'g'ridan to'g'ri Yaponiyaning ikkinchi jahon urushidan keyingi mana shu konfliktda ishtirok etishi. Uni to'g'ri, Yaponiyaning Xitoy bilan ham muammolari bor. O'sha Senkaku Duyudava orollari deydi. Mana shu orollar masalasida
Lekin mana shu Tayvan masalasida ham oxirgi mana shu 1 yil ichida deylik, Xitoy bilan Yaponiyani munosabatlari, manfaatlari to'qnashib kela boshladi. Chunki mana shu mikrochiplarni ishlab chiqaradigan xomashyoning katta qismi Yaponiyadan keladi. Ya'ni butun dunyo aytadi, mana Tayvanga bog'liq chip dedi, lekin xomashyo masalasi ham bu. Mana shu xomashyoning katta qismi Yaponiyadan ham keladi va Yaponiyaning iqtisodiyoti ham mana shu Tayvandan keladigan mana shu yarim o'tkazgichlarga bog'liq. Yaponiya bilasiz, bu texnologik davlat. Uning asosiy yutuqlari mana texnologik iqtisod, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaradi. Ya'ni u qishloq xo'jalik davlati emas yoki boshqa davlat emas. Ya'ni masalan, u energetik xomashyo sotadigan davlat emas. U yuqori texnologik mahsulot ishlab chiqaradi. Demak, birinchi yirik ta'siri o'z-o'zidan Yaponiyaga, Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyo iqtisodiyotiga bo'ladi. Hatto mana oddiy Tayvan bo'g'ozi bor. Mana shu Tayvan bo'g'ozi orqali Koreya Respublikasi, Yaponiya, mana shu hududdagi davlatlarning Yevropa bilan savdosi mana shu hudud orqali o'tadi. Demak, Tayvandagi mana shu konfliktning yuz berishi butun dunyo iqtisodiyotini katta bir resessiyaga keltirib chiqaradi. Mana o'sha 2008-yilda oxirgi marotaba o'sha jahon moliyaviy inqiroz bo'ladigan bo'lsa, undan-da yomonroq moliyaviy inqiroz kelib chiqadi. Chunki bu aynan mana shu yarim o'tkazgichlar bilan bog'liq. Boya aytganimdek, dunyo iqtisodiyoti 1 yil ichida 30% ni yo'qotar ekan. Tayvan atrofida shunaqa konflikt ya'ni yuz beradigan bo'lsa, demak, bu o'z-o'zidan Tayvanning muhimligini anglatadi va bu muammo faqat AQSh Xitoyniki emas ekan, demak, bu butun dunyo global muammo. Tayvan bu shu mintaqadagi eng muhim davlat. Va qarang, Tayvanning egallanishi o'z-o'zidan Xitoyga o'sha Janubiy Xitoy dengizi bor. Mana Janubiy Xitoy dengizida Xitoy Vyetnam o'rtasida, Xitoy Filippin, Xitoy Indoneziya, bahsli hududlar, Xitoy Bruney o'rtasida bahsli hududlar bor. Tayvan shuni markazida turibdi. Xitoy baribir ham Tayvan masalasidan keyingina mana shunga yo'l ochiladi. Tayvan masalasi hal bo'lsa, Xitoyning keyingi nishonlari mana shu hududlar bo'ladi. Ya'ni bu haqiqatda muammo, bu ya'ni Xitoyniki emas, AQShniki emas, butun dunyoning muammosiga aylanadi. Va Ukraina urushi qanchalik ta'sir qildi dunyo iqtisodiyotiga yoki mana Hormuz bo'g'ozining yopilishi dunyo iqtisodiyotiga qanaqa ta'sir ko'rsatdi? Xuddi shuni 2-3 barobar yuz beradi. Ya'ni juda katta iqtisodiy inqiroz yuz beradi mana shu bitta Tayvan atrofida konflikt yuzaga kelishi bilan. Albatta bu katta mintaqaviy va global muammo. Shunda bo'lsa ham ba'zi bir mutaxassislar aytishadiki, Tayvan masalasini hal qilsa bo'ladi. Mana shu yodingizda bo'lsa, o'sha 97-yilda Gonkong misolida Xitoy tarkibiga kirdi. Ya'ni o'sha bir davlat, ikki tizim shiori ostida formula asosida. Mana bunday bugun Gonkong va Xitoy o'zaro bitta davlat bo'lib, Gonkong ya'ni o'sha Xitoy tarkibida avtonom huquqlarga ega bo'lgan subyekt sifatida mavjud bo'lib kelmoqda. Aynan mana shu tajribani o'sha shu Tayvanga joriy qilish mumkin emasmi degan savollar ham mavjud. Siz bunga nima qanday qaraysiz? Bu yoqda Tayvandagi siyosiy hokimiyatga bog'liq. 2000-yillarning boshida buni iloji bor edi Xitoy bilan birlashishni. Sababi Tayvanda ikkita yirik siyosiy kuch bor. O'sha Kuomintang va hozirgi Demokratik partiya. Demokratik partiya. Demak, hozirgi partiya Xitoy bilan birlashishni xohlamaydi, lekin Kuomintang Xitoy bilan mana deyarli Gonkongning formulasiga o'xshashroq, ya'ni ikki tizim bir davlat siyosati asosida ma'lum bir ma'noda Xitoy bilan integratsiya qilishni xohlaydi, lekin Kuomintangni kimlar qo'llab-quvvatlaydi? Kuomintangni qo'llab-quvvatlaydiganlar asosan yosh kattalar. Demokratik partiyaning asosan o'rta yosh va yoshlar. Mana Tayvanning yoshlari o'zini Xitoylik deb hisoblamaydi. Aslida u etnik Xitoylik. Xuddi mana Singapurdagi holatda Singapurliklar ham o'zini etnik Xitoylik deb hisoblamaydi. Shuning uchun ular ingliz tilida gaplashadi, Xitoy tilida emas. O'zi millat Xitoy. Etnik Xitoy 76% Xitoy. Singapurda. Demak, Tayvandagi aholi ham o'zini Tayvanlik deb hisoblaydi. Asli Tayvanlik degan millat yo'q-ku, lekin ular o'zini alohida mana shu yoshlar ayniqsa, o'rta yosh va yoshlar. Shuning uchun ham hozirgi kunda Xitoy hukumati mana yaqinda ham shuna holat bo'ldi. Kuomintangning rahbarlari Xitoyga borishdi. Uchrashuvlar bo'ldi. Ya'ni Xitoyning maqsadi
konflikt eng oxirgi o'rinda turibdi. Xitoy baribir ham bu nisbatan tinchlik sevar davlat. Nisbatan. Mana 1949-yildan keyin Xitoy 2 marotaba konfliktga tortilgan. 80 yilning ichida deyarli. Tasavvur qiling, qolgan yirik davlatlar necha marotaba konfliktlarda ishtirok etishdi. Demak, zamonaviy davrda biz Xitoyning biron bir konfliktdagi ishtirokini deyarli ko'rmaymiz. Oxirgisi o'sha 79-yili Vyetnam bilan bo'lgan voqealar. O'sha Kambodjadagi voqealar tufayli Vyetnam bilan konfliktga borgandi. 79-yildan keyin Xitoy hech qaysi bir davlat bilan harbiy to'qnashuvlarga borgani yo'q. Oradan deyarli qancha vaqt o'tdi? 40 yildan o'tdi, 50 yilga yaqinlashib qoldi. Xitoy hech qanaqa urushlarga tortilgani yo'q. Shuning uchun ham maksimal ravishda Xitoy tinch yo'llar bilan birlashishni tarafdori. Lekin hokimiyatdagilarchi? Tayvanning hokimiyati shunga rozimi? Yo'q-da. Demokratik partiya rozi emas. Lekin Gamindan agar hokimiyatga keladigan bo'lsa, unda mana shu Gonkong misolida birlashish ehtimoli yuqori. Mana o'sha Gonkongni esladingizmi? 1997-yilda 50 yil avtonomiya berish kerak. Ya'ni 2047-yilgacha Gonkong alohida subyekt sifatida demak rivojlanadi. Xitoy tarkibida bo'ladi, lekin to'liq deyarli barcha masalada, ikkita masala, tashqi siyosat va mudofaadan tashqari barcha masalada avtonom bo'ladi. Hatto mana Gonkongda o'zini valyutasi bor, o'zini prezidenti ham bor, rahbari bor, o'zini Gonkong dollari bor masalan. Hatto yuan emasda, yoki o'sha o'qitish tizimi Britaniyaga o'xshagan, siyosiy tizimi, qonunlari albatta angliyskiy pravo saqlanib qolgan. Xuddi o'sha anglo-sakson qoidalari bo'yicha huquqi ham o'sha anglo-sakson huquqi bo'yicha Xitoyda Roman German masalan. Demakki, ko'rishimiz mumkinki 2047-yilgacha mana bu jarayon yakunlanadi. Sabab mana Xitoy baribir aytdim, uzoq muddat o'ylaydigan davlatda 50 yildan keyin aholini o'sha yosh katta Britaniyani bir qismi deb o'ylaydigan aholi ketadi baribir. Vaqt etadi, ya'ni bitta avlod almashadi. Mana yangi avlod o'zini xitoylik deb ko'ra boshlaydi-da. Oldinlar Gonkong o'zida, Yevropada, AQShda o'qigan bo'lsa, hozir yoshlar Xitoyning o'zida o'qishadi. Pekinda, Shanxayda, chunki haqiqatda Xitoyning ichida texnologiya yoki boshqaruv iqtisod sohasida yirik universitetlar bor. Faqat Osiyoda emas, dunyodagi eng yirik universitetlar bor. Sekin-asta Gonkongning yoshlari Gonkong universitetlarida emas, Xitoy materikdagi Xitoyning ichida yashab, hatto bizneslarni o'sha tarafga ko'chirib boshlashgan. Oldinlar masalan AQSh Britaniya bilan ko'proq savdo qilishgan bo'lsa, endi Xitoyning o'zi bilan. Ya'ni bitta avlod almashadi, 50 yildan keyin muammo bo'lmaydi Xitoy uchun. Ya'ni integratsiya qilish to'g'ridan to'g'ri. Birdaniga integratsiya qilish qiyin bo'ladi. Mana Germaniyaga borganlar aytadi, haligacha GDR bilan GFR o'rtasida farq bor deyshadi. Odamlar ongida, tafakkurida, mentalitetida haligacha yani GDR tarafga o'tsangiz odamlar sal konservativroq, GFR tarafda liberalroq. Baribir hali avlodlar almashish kerak deydi. Jarayon davom etmoqda. Iqtisodiy jihatdan ham. Iqtisodiy jihatdan ham GFR tarafi rivojlanganroq, GDR o'rtacharoq rivojlangan. Farqlar bor. Shuning uchun ham shunaqa holat. Endi albatta menimcha shu Tayvanni Xitoyga qo'shilishi baribir kun tartibida turibdi. Albatta. Har qanday variantlar, har qanday ssenariylar bunda mavjud. Albatta tinchlik yo'l bilan hal bo'lishi eng optimal variant bo'lar edi. Albatta. Endi keling Xitoyni o'sha vositachilik diplomatiyasi to'g'risida ham gaplashsak. Mana xabarimiz bor, mana Xitoy o'sha Saudiya Arabistoni va Eron orasidagi diplomatik aloqalarni tiklashdi. Bir qator lokal mintaqaviy nizolarni hal qilishda vositachilik rolini o'ynab kelmoqda. Mana bugungi yaqin Sharqdagi yuzaga kelgan ziddiyatli holat bu Xitoy diplomatiya uchun ancha muhim sinov bo'ldi. Nega deganda Xitoy bir tomondan o'sha Eron bilan yaqindan o'sha siyosiy harbiy hamkorlikni davom ettiradi, ikkinchi tomondan o'sha Fors ko'rfazidagi arab monarxiyalari bilan keng qamrovli iqtisodiy loyihalarni amalga oshiradi. Aytingchi, bugungi kunda mana shu holatda na urush, na tinchlik holatida Eron bilan AQSh o'rtasida mavhum holat yuzaga kelgan paytda Xitoyning
tashqi siyosatini asosiy maqsadlari nimada? Mana o'sha Yaqin Sharqda eslaganingizda bitta voqea esimga tushdi. 2023 yil 7-oktyabrda o'sha G'azoda Isroil va Hamas o'rtasida konflikt chiqqanda bitta qiziq voqea yuz berganda arab davlatlarining tashqi ishlar vazirlari yig'ilib Moskva yoki Vashingtonga yoki Bryusselga emas, to'g'ri Pekinga borishgan. Ya'ni muammoni hal qilish Pekin yoki mana o'sha 23-yilda Saudiya va Eron o'rtasidagi munosabatlarni normallashish va Xitoy bilan bog'liq. Ya'ni mintaqadagi davlatlar ham, arab davlatlari ham asta-sekin Xitoyning yangi kuch markazi sifatida ko'ra boshlashdi. Ya'ni mana shu konfliktlar yoki geosiyosiy urushlar oqibatida mana Rossiya yoki Amerika Qo'shma Shtatlari baribir alohida qutbda. Ya'ni siz Rossiyaga yaqinlashgan saringiz Rossiyani orbitasiga uchishni boshlaysiz, Amerika Qo'shma Shtatlariga yaqinlashganingiz sari demak AQShni g'arbni orbitasiga uchishni boshlaysiz. Lekin Xitoyda unaqa emas. Xitoy masalan taqiqla qo'ymaydi. Sen bu bilan aloqa qilishing kerak, sen bu bilan yana Rossiya yoki AQShda shunaqa narsalar bor. AQSh bilan munosabatlaringiz yaxshimi? Demak siz Rossiya bilan ma'lum bir davlatlar bilan munosabatlaringizni sal o'zingiz tortib turishingiz kerak. Xuddi mana Turkiya bilan AQSh o'rtasidagi F-35 samolyotlari bo'yicha mojaro bor-ku. Ya'ni Rossiyadan S-400 havo mudofaasini sotib olgan Turkiya, evaziga Amerika Qo'shma Shtatlari F-35 dan Turkiyani chiqarib yuborgan. Mana hozir yaqinda Turkiyada NATO sammiti bo'lganda kelishuv bo'lganki, S-400 Turkiya arab davlatlaridan biriga sotadi, adashmasam Birlashgan Arab Amirliklariga, va AQSh uni F-35 ga qaytaradi. Xitoyda unaqa etmaydi. Ya'ni men bilan yaqin bo'lsang, boshqasi bilan yaqin bo'lishing kerak emas degan narsalarni qo'ymaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik davlatlar Xitoyni alohida vositachi sifatida ham ko'rishadi. Mana Pokistonning rolini ko'pchilik gapirdida, Eron bilan AQSh o'rtasida munosabatlarni tartibga solish. Albatta Pokistonning roli bor edi. Lekin Pokistonning orqasida turgan davlat kim edi? Devor orqasida yana bitta devor. Albatta. Yoki mana Husiylar nima uchun Bab el-Mandab bo'g'ozini yopib qo'yishmayapti? Chunki Xitoy Eron orqali ularga ta'sir ko'rsatib yotibdi. Chunki o'sha yo'l yopilsa, Xitoyning Yevropa bilan savdosi to'xtab qoladi. Ya'ni yo'lning yopilishida AQSh zarar ko'rmaydi. AQSh boshqa Atlantika orqali savdo qiladi Yevropa bilan yoki o'sha Tinch okean orqali Osiyo bilan. Asosiy zarar ko'radigan davlat bo'g'oz yopilishda arab davlatlar, xususan o'sha Saudiya yoki o'sha atrofdagi davlatlar, Yevropa va eng asosiysi Xitoy. Hormuz bo'g'ozini yopilishda eng ko'p zararni Xitoy ko'rdi baribir. Chunki Xitoy eng katta energiya iste'molchisi edi. O'sha davlat qo'lida. Demak, maksimal ravishda Xitoy to'g'ridan to'g'ri emas. Orqa tarafdan turib, mana shu konfliktlarni yetishga harakat qilib yotibdi. O'sha Pokiston orqali yoki Eron orqali Husiylar allaqachon yopib qo'yishardi Bab el-Mandab bo'g'ozini. Eron orqali ularga signal yuborilgan Xitoydan. Mana shu voqea yuz beradigan bo'lsa, ertaga biz munosabatlarimiz sizlar bilan yomonroq bo'ladi. Ya'ni nima deydi? Sizlarni qarama-qarshi tarafingdan biz qurollantirishni boshlaymiz. Mana shu hodisa yuz beradi. Ya'ni Xitoy ba'zida to'g'ridan to'g'ri jarayonlarda vositachi sifatida ishtirok etadi, ba'zida esa mana shu ikkinchi davlatlar orqali mana shu muzokaralar jarayonini olib boradi. Chunki Hormuz bo'g'ozini ochilishda eng ko'p foyda ko'rgan va zarar yopilishidan zarar ko'rgan Xitoy edi. AQSh harakat qilib yotibdi, lekin mana shu Pokistonning vositachiligini orqasida ham Xitoy turibdi. Xitoy ma'lum bir jarayonda, chunki qarang, mana shu voqealar yuz bergan paytda Pokistonga tez-tez Xitoyning diplomatlari tashrif buyurishgan. Harbiylar bor edi ichida, o'sha siyosatchilar bor edi ichida. Ayni mana shu muzokaralar atrofida Xitoydan, ya'ni Pekindan Islomobodga tashriflar bo'lgan. Ya'ni bevosita emas, bilvosita. Ha, chunki ertaga mana Xitoy to'g'ridan to'g'ri mana shu vositachi bo'ladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari bunga rozi bo'lmaydi. Chunki Eron bilan Xitoyning qanaqa yaqin munosabatlar o'rnatib turgani juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham xuddi mana Ukraina Belarusdan voz kechdi-ku vositachilik. Urushning dastlabki yilida Belarusda o'tkazilardi muzokaralar. Belarus vositachi edi, lekin Ukraina biladi. Belarus bu Rossiyani atrof, ya'ni Rossiyani qutbidagi davlat bu.
Shuning uchun ham vositachilikning bunga ishonib bo'lmaydi. Shuning uchun ham Xitoy to'g'ridan to'g'ri o'zi emas, balki ikkinchi davlatlar orqali mana shu jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Bu ham ma'lum bir ma'noda Xitoy diplomatiyasining yutug'i. Shunaqa deyishimiz mumkin. Albatta, meni ham nazarimda bu Yaqin Sharqda mana shu urush natijasida yuzaga kelgan nobarqarorlik, mana shu muzokaralarni boshi berk ko'chaga kirib qolganligidan ham benefitsari Xitoy bo'lyapti. Nega deganda, o'sha Xitoyni mana shu davlat suverenitetini tengligi, bir-birining ishlariga aralashmaslik tamoyillariga asoslangan o'sha ko'p qutbli dunyo konsepsiyasi ham mana shu muammolarni, mana shu nizoni hal qilish uchun asos bo'ladi deb o'ylayman. Endi keling, bevosita mana shu Yaqin Sharqdan Rossiya Ukraina nizosiga ham o'taylik. Bunda Xitoy albatta Rossiya bilan yaqin aloqalarni bir tomondan saqlab turibdi, ikkinchi tomondan Yevropa davlatlari bilan, G'arb bilan ham iqtisodiy aloqalarni rivojlantirmoqda. Aytingchi, mana shu qandaydir ikki taraflik Pekinni siyosatidagi bu qanday strategik mantiqqa asoslangan? Ukraina masalasi Xitoyda juda ham boshni qotiradigan masalada. Nimaga? Xitoy birinchidan Xitoy Rossiyani yutqazishni xohlamaydi. Chunki ertaga u G'arbni oldida o'zi yakka holda chiqib qoladi. Rossiyani mag'lubiyati bu Xitoyga ma'lum bir ma'noda G'arb bilan yonma-yon tura oladi, G'arbga qarshi tura oladigan bitta kuchni yemirilishiga olib keladi. Shuning uchun ham bu birinchi navbatda Rossiyani demak mana shu urushda yutqazishni xohlamaydi. Ikkinchi tarafdan Rossiyaga yordam berishni xohlamaydi. Nimaga? Sababi u Yevropa bilan savdolarga ta'sir ko'rsatadi. Mana masalan, Shimoliy Koreyadan, Erondan Rossiyaga qurollar borgan haqida ma'lumotlar bor. Ochiqdan ochiq bor. Lekin Xitoy qurollarni bermaydi. Rossiya qancha so'ramasin bermaydi. Nimaga? Chunki Yevropa bilan munosabatlar, AQSh bilan munosabatlar yomonlanishini xohlamaydi. Ya'ni Rossiyani yutqazishni ham xohlamaydi. Ukrainani yutishni xohlamaydi. Ya'ni juda qiyin tanlov oldida-da. Chunki o'zingiz ta'kidlaganingizdak, u maksimal darajada tinchlik sevar davlat. Shuning uchun ham ko'p masalalar, bayonotlarda u neytrallikni saqlashga harakat qiladi. Lekin mana shu neytrallik ham ma'lum bir ma'noda buziladi ba'zi holatlarda. Masalan, Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga yordam berib yotibdi, masalan. Ochiq oydin, yashirincha yordamlar ham bor. Xitoyning yordami qanaqa Rossiyaga? Xitoyning yordami o'zi emas, uchinchi davlatlar orqali yordam berish. Nimaga? Sababi dronlarning ehtiyot qismlari yoki mana shu o'sha raketalarning ehtiyot qismlarini Xitoy to'g'ridan to'g'ri Rossiyaga sotmaydi. Uni uchinchi davlatlar orqali Rossiyaga beradi. Mana yaqinda ham bitta masala chiqqanda, Gonkongda ochilgan bitta firma Xitoydan mahsulotlarni sotib olgan, harbiy ehtiyot qismlarini keyin noma'lum davlatga sotgan va jurnalistlar surishtiruv o'tkazishganda Rossiyaga sotgan. Demak, Xitoy uchun to'g'ridan to'g'ri Ukraina bilan yoki to'g'ridan to'g'ri Rossiyani qo'llab-quvvatlash masalasi yo'q ularda. Ular maksimal darajada ikkita taraf bilan demak muvozanatli tashqi siyosat olib borish. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri, lekin bitta taraf bor. Rossiyani yirik g'alabasi ham Xitoyga kerak emas. Ertaga kuchli Rossiya Xitoyning o'ziga xavf bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham Xitoyni mana shu masaladagi tanlovi juda qiyinroq, bosh qotiradigan masala. Endi Rossiya g'alaba qozongan bo'lsa, unda Rossiyani Xitoyga bog'liqlik kamayadi. Mana hozirgi holat, status quo Xitoy uchun ma'qulroq. Sababi Rossiyaning energetikasini o'zi xohlagan narxda sotib oladi. Arzon narxlarga. Mana jahon bozorida mana hozir $90 atrofida bo'lsa, neftni bir barreli, u $75 ga Rossiyadan olish imkoniyatiga ega. Ertaga Rossiya mana shu blokadan chiqadigan bo'lsa, Yevropa bilan yaqinlashib, o'zini qayta tiklab oladigan bo'lsa, yana $90 dan olishga to'g'ri keladi va
Rossiyani ma'lum bir ma'noda iqtisodiyoti hozirgi kunda Xitoyga bog'liq hamda Xitoy maksimal darajada bog'lab qo'ygan mana shu. Mana Xitoyda bitta shunaqa diplomatiya turi borda, qarz tuzoq diplomatiyasi degan. Ya'ni sizga cheksiz ravishda qarz beramiz, keyin sizga eng qiyin bo'lgan paytda o'sha qarzingizni so'rab olamiz. Bu o'sha Chernogoriyada bo'lganda, o'sha voqea Shri-Lankada bo'lganda, Myanmada shunaqa voqealar bo'lgandi. Keniyada shunaqa voqealar bo'lgan, ya'ni ma'lum bir portlar Xitoy nazoratiga o'tgani haqida. Mana Pokistonni 60 milliard dollar qarzi bor Xitoyda. Mana oxirgi mana shu Shahbozi Sharifni hokimiyatga kelishidan oldin o'sha Imron Xon davrida Pokistonda iqtisodiy inqiroz bo'ldi-da. Iqtisodiy inqiroz hali to'xtagani yo'q. Lekin mana shu iqtisodiy inqiroz ortida mana shu Xitoydan olingan qarzlar yotibdi deyishadi. Mana shu ham ta'sir ko'rsatgan deyishadi. Ya'ni Xitoy maksimal ravishda Pokistonni o'ziga iqtisodiy jihatdan bog'lab qo'ymoqchi. Sababi Pokiston strategik jihatdan Xitoy uchun kerakli. Nimaga? Xitoyning g'arbiy hududlari dengizga chiqish imkoniyatiga ega emas. O'sha Sinzan, o'sha hududlar, Sinzan hududlari. Nima qilmoqchi? Xitoy Pokiston orqali ularni dengizga olib chiqmoqchi. Mana hozir Gwadar porti Xitoy tomonidan o'sha nazorat qilinadi, ma'lum bir ma'noda. Ya'ni ular tomonidan boshqaruv ularning qo'lida Xitoy. Xitoy mana shu Pokistonni portlariga olib chiqmoqchi, g'arbiy hududlarini. Chunki Pokiston yaqinroq Xitoyning dengiz hududlariga qaraganda. Chunki o'rtada murakkab relyef bor, tog'li hududlar bor, Tibetdan o'tgan, boshqa. U hududlarda temir yo'l qurish ham juda qiyin masala. Xitoyda asosiy temir yo'l-ku, asosiy transport mamlakat ichidagi logistika uchun. Demakki, Pokiston ular uchun qisqaroq bo'ladi. Hatto Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorini tashkil qilingan. O'sha Markaziy Osiyo davlatlarini ham mana shu jarayonga qo'shish masalasi bir ko'rilgan. Men yaqinda bir o'qidim o'zimizda. O'zbekiston ham mana shu Xitoy Pokiston iqtisodiy koridor transport yo'lagi orqali Pokistonning portlariga chiqish masalasini ko'rib chiqayotgan ekan. Chunki mana Afg'onistondagi siyosiy vaziyat tufayli biz bilasiz, O'zbekiston eng qisqa yo'l bilan dengizga olib chiqadigan davlat bu Pokiston, Afg'oniston orqali chiqadigan o'sha Karachi portiga chiqish masalasi. Lekin bu mintaqa Janubiy Osiyodagi hozirgi vaziyat tufayli imkonsizroq. Shuning uchun O'zbekiston ham mana shu masalani ko'taryapti oxirgi paytlarda. Xitoy Pokiston koridori orqali balki bizdan foydalanamiz. Afg'onistondan emas, o'sha demak Qirg'iziston orqali chiqish. Shu mana shu yo'lakdan foydalanish balki biz uchun foydali bo'lar degan shu masalani ham ko'taraman. Albatta iqtisodiy dastaklar bu menimcha eng muhim har bir siyosatda. Albatta Xitoy hamma narsani mag'zini chaqib, iqtisodiy manfaatlarini o'ylab siyosat olib boradi. Endi keling, mana siz o'sha bevosita yuqorida siz ham eslatib o'tdingiz Xitoyning qo'shnilariga nisbatan siyosatini. Keling endi vaziyatni birmuncha Markaziy Osiyoga yaqinlashtirsak. Mana shu Xitoyning yuksalishi Markaziy Osiyoni geosiyosiy ahamiyatini qanchalik o'zgartirishga qodir? Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish kerakki, Markaziy Osiyo xalqlari orasida o'sha Xitoyga nisbatan fobiyalar, xavotirlar juda ham kuchli. Yana buni biz o'sha eshitib qolamiz. Mana bu yuqorida o'zingiz ham aytdingiz, qarz tuzog'ida shu qarzlar evaziga, yordam evaziga mana Xitoy bizni yerlarni olib qo'yadi, bizni boyliklarni tortib oladi, hamma joyni xitoyliklar bosib ketadi degan xavotirlar kuchli. Buni o'sha g'arb ekspertlari ползучая ekspansiya, ya'ni sekin astalik bilan kengayish deb ta'riflaydilar. Aytingchi, bu xavotirlar, bu fobiyalar qanchalik asosli? Umuman Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari nimadan iborat? To'g'ri, biz ham ko'p eshitamiz, ya'ni savol berishadi-da. Xitoy bu xavfmi yoki imkoniyatmi degan. Haqiqatda Xitoy bu biz uchun xavfmi yoki imkoniyatmi? Ya'ni ko'pincha o'sha geosiyosiy rasmdan turadi-da. Ajdar Markaziy Osiyoga o'sha og'zidan olov sochirib turgan. Mana shu. Ya'ni mana shunaqangi karikaturalar uchrab turadi. Agar Xitoydan to'g'ri maqsadlarda foydalanilsa, aslida bu imkoniyat biz uchun. Mana oddiy, mana hozir
podkastga kelish davomida mana svetoforda ozgina to'xtab turdikda mashinada. 10 ta mashina turibdi. Taxminan 4 tasi Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobillar. Qiziq holatda. Mana bizda bitta o'sha avtozavodga bog'liqli joylarimiz bor edi. Tanlov imkoniyatimiz kamroq bo'ladi. Lekin hozir bizda tanlov imkoniyati ko'p. Xitoylik mashinalar mashinalar. Masalan, bitta savolda, ya'ni bitta o'sha misol sifatida hisoblaydi. Xitoy nima uchun bizga imkoniyat? Sababi Xitoyda dunyoda eng arzon texnologiyalar. Mana masalan biz Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropadan ham, Yaponiyadan olishimiz mumkin ma'lum bir texnologiyalar. Lekin Xitoyda xuddi o'shaning muqobili 2-3 barobar arzonroq. Aslida Xitoy bizga xavf taraf haqida gaplashamiz hozir, lekin aslida biz uchun imkoniyat u. Ya'ni unaqa fobiyaga borib, mana bu hududlarni egallab olar ekan, xitoyliklar bosib ketdi ko'chada, ko'chaga chiqsangiz hamma joyda xitoyliklar, bunaqa odamlar orasida vahimalar bor. Ayrim asoslar bor, lekin aslida Xitoy biz uchun xavfdan ko'ra, aynan O'zbekiston nazarda tutaman, qolgan davlatlarni hozir ko'ramiz. O'zbekiston nuqtai nazarida bu imkoniyat. Mana Markaziy Osiyoda eng tez o'sayotgan iqtisodiyotlar bu O'zbekiston va Qirg'iziston hozirgi kunda. Nima bilan bog'liq? O'zbekistondagi va Qirg'izistondagi siyosiy boshqaruv bilan bog'liq. Mana masalan, hozir Qirg'izistonda o'sha Japarovni hokimiyatda bo'lishi investorlarni jalb qila boshlagan. Stabillik bor, aholi qo'llab-quvvatlaydi davlat rahbari. Xuddi shu holat O'zbekistonda ham bor. Ya'ni iqtisodiy o'sha dastaklar mamlakatda tinch hayot, mamlakatda neytral siyosati orqali amalga oshadi. Mana dunyodagi eng pragmatik davlatlardan bittasi tashqi siyosat nuqtai nazaridan bu O'zbekistonda bo'lgan. Biz Bryussel bilan ham, Moskva bilan ham, Pekin bilan ham, Washington bilan ham bir xil siyosat olib boramiz. O'ziga xos ko'p vektorlik. Bunaqa davlatlar juda barmoq bilan sanarli darajada. Ya'ni barcha kuch markazlari bilan bir xil darajada siyosat olib boradigan davlatlar juda kam. Masalan, qo'shnilardan Qozog'istonni yechishimiz mumkin. Masalan, O'zbekiston bilan Qozog'iston ham xuddi shu. Mana oddiy misol qarang, o'sha Tinchlik kengashiga Markaziy Osiyodan faqat O'zbekiston, Qozog'iston taklif qilindi. Yoki mana G20 ning sammiti bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari taklif, O'zbekiston va Qozog'iston taklif qilindi. Ya'ni nima uchun mana bunaqa jarayonlar? Ya'ni Yevropa ham, Xitoy ham, Amerika Qo'shma Shtatlari ham O'zbekiston va Qozog'istonga ko'proq e'tibor qaratadi. Chunki mana shu ikkita davlat pragmatik tashqi siyosat olib boradi. Ya'ni o'zini yopolmaydi, ma'lum bir vektorlarga qo'shilib qolmaydi, u ko'p vektorli siyosat olib boradi. Demak, O'zbekiston mana shu siyosatini davom ettiradigan bo'lsa, ya'ni pragmatik tashqi siyosat olib boradigan bo'lsa, O'zbekiston uchun aslida Xitoy xavf emas, imkoniyat. Lekin xavf nuqtai nazaridan nima uchun ko'rishadi? Mana misol sifatida Qirg'iziston 50% qarzi Xitoyda. Bu yomon aslida. Ya'ni bitta davlat bilan sizni qarzingiz 50% yoki Tojikistonda ham deyarli shunga yaqin. 40% dan ortiq tashqi qarz bitta davlat Xitoyga to'g'ri keladi. Xo'p, biz Xitoy bilan aloqalarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Faqat ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan sohalar ham bor. Aslida xavf butunlay yo'q demayman, bor. Faqat strategik sohalar bor. Masalan, o'sha tog'qon, energetika yoki o'sha aviatsiya, temir yo'l mamlakatda eng strategik sohalar bo'ladi. Mana shu sohalarda Xitoyning imkoniyatlarini nisbatan cheklash kerak. Eng muhim strategik sohalar. Mana Qozog'iston misol keltiraman. Qozog'istonda Qozog'istondagi o'sha Kazmunaygas degan bitta kompaniyani ko'rgandim. O'sha adashmayotgan bo'lsam 30% aksiyalari hozir Xitoyning Sinopec kompaniyasiga tegishli. Ya'ni Qozog'istonning neft gaz mana shu sohasi ma'lum bir ma'noda Xitoyning ta'sirini ostiga tushishni boshlagan. Yoki Tojikiston va Qirg'izistondagi oltin konlari ancha yillardan beri Xitoy tomonidan nazorat qilinadi. Demak, O'zbekiston mana shu jarayonda maksimal ravishda ehtiyotkorlikni namoyish qilish kerak, lekin xavf sifatida qarash kerak emas. Imkoniyat. Ya'ni Xitoy bizga eng o'sha eng arzon texnologiyani, eng arzon demak mana shu biz uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni yetkazib beradigan davlat sifatida qarab va biz biron bir ishlab chiqarish qilmoqchimizmi? Mana shu kerakli mashina sozlik bo'yicha texnologiyalarni olib kelishimiz, uskunalarni olib kelishimiz kerak. AQShdan yoki Yevropadan olib kelish xarajatlari, logistika, uni narxi bu bizga juda ham qimmatga tushib ketadi. Bizda tayyor logistika bor,
arzon mahsulot bor, xuddi o'shani muqobilini bosa oladi. O'z-o'zidan biz demak O'zbekiston Xitoyga baribir imkoniyat nuqtai nazaridan ko'rishimiz kerak. Ya'ni Xitoy bizga imkoniyat biznes qilishimizga, ishlab chiqarishni, sanoatni rivojlantirish uchun imkoniyat sifatida qarash kerak. Faqat xavf nuqtai nazaridan o'sha strategik sohalar bor. Sal ehtiyotkorlikni ham oshirish kerak mana shu jarayonda. Lekin butunlay fobiya bo'lib, yo'q Xitoy yomon, Xitoyliklar kirib keldi, egallab oldi, yerlarni olib qo'yar ekan. To'g'ri, bunaqa gaplar bor odamlar orasida bunaqa. Chunki ko'rishgan amalda shunaqa shunga o'xshash holat yerlarni olib qo'ymagan. Shunchaki nazorat, masalan, Shri-Lankadagi portda yoki mana Keniyadagi Mombasa portini mana shuni nazoratiga olgan. Yoki Pokistonda Gvadar bosib oldi degani emas, nazorat. Endi bitta holat bor edi, Panama bilan bog'liq. Men Tramp ikkinchi marotaba hokimiyatga kelganda Panamaga bosimni oshirdi. Sabab nima edi? Tramp o'sha ikkinchi marotaba hokimiyatga kelguncha Panama kanalini nazorati Xitoyning ostida edi. Xitoy kompaniyasi nazorat. Bu degan Panamani bosib oldi, egallab olgani yo'q Xitoy. Shunchaki boshqaruv ularning qo'lida edi. Mana hozir Xitoydan olishdi. Mana Venesuelaga AQShning operatsiyalarining ortida aslida mana shu Lotin Amerikasidagi logistika zanjirini markazida Venesuela turardi. Ya'ni Venesuelada hokimiyatni o'zgartirish orqali u faqat Venesuelani hokimiyatni Maduroni ag'dargani yo'q. Xitoyning mana shu logistika zanjiriga ham ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni mintaqada ta'sirini oshib ketishi. Mana Monroe doktrinasiga Tramp tuzatish deyishadi. Ya'ni hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi raqamli hudud bu G'arbiy yarim shar. Mana shu Lotin Amerikasi mintaqasi nima uchun shunaqa qildi? Sababi Xitoy. Mana shu hududda qarang, o'rganib chiqqanimda Lotin Amerikasida Xitoy tomonidan nazorat qilinadigan portlarning soni 34 ta ekan. Mana shu mintaqada 34 ta port Xitoy tomonidan nazorat qilingan. Hatto o'sha Tramp ikkinchi muddatgacha Panama kanali ham nazorat qilingan Xitoy tomonidan. Demakki, Xitoy aslida imkoniyat biz uchun xavf emas, lekin ehtiyotkorlikni qilishimiz kerak. Ya'ni doimiy ravishda mana shu ehtiyotkorlikni unutib qo'yish kerak emas. Markaziy Osiyo davlatlari ham qarz olish kerak, faqat qarzni ham diversifikatsiya qilish kerak edi bitta davlat. Men ruslarda bitta qiziq anaqa bor, fikr, maqolmi shunga o'xshash. Hamma tuxumlarni bitta korzinada saqlash kerak emas. Shuning uchun O'zbekiston to'g'ri yo'ldaki, hammasini bitta narsaga e'tibor qaratgan edi. Diversifikatsiya qildi tashqi siyosatini. Va qo'shni davlatlar, xususan o'sha Tojikiston ham, Qirg'iziston ham mana shu yo'lga o'tmoqda. Ya'ni Qirg'iziston, Tojikiston ham balki boshlanib qolar yoki Turkmaniston ham mana shu jarayon. Lekin asosiga O'zbekiston, Qozog'istonning ortidan mana Qirg'iziston ergashdi. Tashqi siyosatni diversifikatsiya qilish. Mana shu orqali biz Xitoydan kelishi mumkin bo'lgan xavfni oldini olgan bo'lamiz. Ya'ni shu tashqi siyosatni diversifikatsiya qilish orqali. Nima deydi, mana shu ijobiy kayfiyatda ijobiy xulosalar bilan bizni ko'rsatuvimizni poyoniga yetkazamiz. Albatta siz bilan mana shu ma'lum bir vaqt mobaynida Xitoy omilini turli jihatlarini sizla muhokama qildik. Mintaqa sathida, global sathda eng muhimi bu biz uchun chiqaradigan xulosa o'sha raqobat, geosiyosiy raqobat dunyoda davom etmoqda. Kuch markazlari o'rtasida ziddiyatlar yanada kuchaymoqda va albatta mana shu sharoitda biz o'sha siz aytgandek O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlari o'sha ko'p vektorli siyosat olib borib, o'zlarining tashqi siyosatlarini diversifikatsiya qilishlari lozim. Sizga katta rahmat. Bugun bizni studiyamizga vaqt topib ajratib kelganingiz uchun. Sizni kelgusi faoliyatingizda, ishlaringizda, ilmiy izlanishlaringizda yangi muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va kelgusida yana podkastlarda siz bilan uchrashish umidini bildiramiz. Rahmat ko'p. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, bugungi podkastimizni men o'sha mashhur Xitoy faylasufi Sun Tzu'ni quyidagi iqtibosi bilan yakunlamoqchi edim. Agar biror manfaat bo'lmasa, harakatlanma.
agar hech narsa qo'lga kiritilmasa, qo'shinni safarbar etma. Agar xavf bo'lmasa, urush boshlama. Hukmdor g'azabga berilib qurol ko'tarmasligi, sarkarda esa adovat tufayli jang qilmasligi lozim. Faqat manfaatga xizmat qilgandagina harakatga kirishiladi. Agar manfaat ko'zlanmasa, o'z o'rningda qol. Nazarimizda bugungi kunda Xitoy tashqi siyosatini asl mohiyatini aynan mana shu so'zlar belgilab beradi. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz nihoyasida odatdagidek men sizlardan bizni podkastimizga obuna bo'lishni, o'zlaringizni fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda qoldirishingizni so'rab qolaman. Chunki biz uchun sizlardan o'sha takliflarni olish nihoyatda muhim. Sizlarning takliflaringiz, qarashlaringiz asosida biz keyingi podkastlarimizni tashkil qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Kelgusi podkastda ko'rishguncha, xayr. Masalalar ko'lami keng, Xitoy to'g'risida soatlab gaplashsak ham bo'ladi. Biz ba'zi bir aspektlarni oldikda. O'sha albatta agar gapiraman desangiz, gap ko'p. O'sha ko'proq biz mana bir makon, nima deydi? Bir makon bir yo'l loyihasini muhokama qilmadik. O'sha Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qanaqa strategik ahamiyatga egaligini, lekin o'sha umumiy gaplar gapirildi menimcha. Lekin o'sha fobiyalar baribir kuchli-da. Bora xalq orasida yurganda mana eshitasiz-ku. Endi mana bitta siyosatda ham bor, realizm, liberalizm. Realizmda bitta qiziq jarayonda, oddiy misol. Realizmda hamma narsani xavf sifatida ko'rish bor-da. Albatta. Ya'ni Oqni oq deymiz, qorani qora. Yoshligimda shunaqa holat bo'lardiki, kichkina paytimda kattalar begona odam menga shirinlik beradigan bo'lsa, olmas edim. Va onamni oldida beradigan bo'lsa, onamga qarardim. Onam boshini egib, "Ha, olavergin" desa, keyin olardim. Mana hozirgi bolalar bunaqa qilib o'tirmaydi-ku. Ya'ni realist odam bilan liberalist odam farqiki, realist odam begona shirinlikni begona odamdan shirinlik olmaydi. Liberalist odam esa oladi. Chunki liberalist odam hamma narsani imkoniyat sifatida ko'radi. Mana avariya bo'lgan joyda odamlar yig'ilib turgan bo'lsa, liberalist odam borib simchika bilan qurit sotib keladi. Suv sotadi odamlarga. U odamlardagi har qanaqangi vaziyatdan foyda bilan chiqishga harakat qiladi. Mana Xitoyning tashqi siyosati umuman o'sha o'zining mohiyati shunaqaki, har bir narsani imkoniyat sifatida ko'rish. Mana bizda oldingi ma'muriyat davridagi siyosatda, ya'ni iqtisodiy jihatdan nimaga yuksalmadik? Biz juda ko'p narsaga xavf sifatida ko'rdik. Investorlar masalasida. Mana sharqshunoslikda men ishlagan paytimda ham oldingi bizani rektorimizda ehtiyotkorlik juda yuqori edi-da. Har xil elchixonalar kelardi, mana bu joy binoyini remont qilib beramiz, texnikalar olib beramiz, talabalarni yana bu yoqqa jo'natamiz, ehtiyotkorlar yondashardi. Mana ulardan keyin Koreya, Yaponiya, Xitoy bo'yicha fakultetlar ochilib ketdi, turkshunoslik nimadirlar ochildi. Yangi rektor keldi. Ya'ni ochiqroq bo'ldi. Xitoyda shunaqaki, har bitta narsani ular imkoniyat sifatida ko'rishadi. Hatto urush ham Xitoy uchun imkoniyat sifatida baholanadi. Boshqa joydagi urushlar, mana masalan biz Ukraina, Rossiya urushi haqida gapirganimizda bizga ham xavf keladi-ku. Mana kuni kecha 8 ta O'zbekiston fuqarosi vafot etdi masalanda. Ya'ni biz har bir boshqacha yondashamiz. Xitoy buni imkoniyat sifatida ko'radi. Ya'ni baribir yondashuvga bog'liq-da. Bizda ehtiyotkorlik masalasi bor edi oldinroq. Ya'ni biz realistik tashqi siyosatga borganmiz-da. Ya'ni bizda shunaqa narsa bor ediki, qaysi davlat bilan siyosiy aloqalarimiz yaxshi bo'lsa, iqtisodiy aloqalarimiz ham yaxshi bo'lgan. Men islomiyman, Karibik davrida biron bir siyosiy jihatdan yomon bo'lgan davlatimiz bilan iqtisodiy jihatdan yaxshi bo'lganmiz. Xitoy mana AQSh bilan raqobati bor, lekin AQSh Xitoyning birinchi raqamli savdo hamkori. Vyetnam bilan, ya'ni Vyetnam, Xitoy bu eng katta qarama-qarshilik mintaqadagi. Vyetnamda deyarli aholining 70% xitoyliklarni yoqtirmaydi.
Lekin Vyetnamda birinchi raqamli savdo hamkor bu Xitoy yoki Koreya Respublikasi. Koreya va Xitoy o'rtasidagi savdo aylanmasi 200 milliarddan ko'proq. Deyarli eng yaqin savdo hamkorlar. Lekin Koreya, Xitoy o'zaro munosabatlari yaxshi emas. Ya'ni Xitoyga siyosiy aloqalar emas, o'sha Mao Zedong davrida bo'lgan gap. Albatta, iqtisod men birinchi. Iqtisod birinchi o'rinda. O'sha Aytdik-ku, mafkura emas, balkim iqtisod. boy o'zida mana Konfutsiy gapni mana o'sha Deng Xiaopingning gapi bor-ku. Mushuk oq bo'ladimi, qora bo'ladimi, sichqonni tutsa bo'ldi. Men boshqacha qilib aytdim. Sigir qanday bo'lishi, rangida bo'lishi muhim Deng emas. Xiaoping shunaqa bor edi. Ya'ni farqi yo'q. Sud Ya'niki Xitoy uchun manfaat bo'ladigan bo'lsa, o'sha ish qiladi. qiziq. Albatta bu o'shalarning falsafasidan, o'zini Xitoyning falsafasidan kelib chiqib olib boradi. Shuning uchun ko'p narsalarni o'rganish ham kerak. So'zini gapini aytganingiz to'g'ri. Haqiqatda bu o'sha haqiqiy xitoyliklarni o'ylashida. Hozir mana ma'lum bir jarayonlarga askar jo'natib, qo'shin jo'natib aralashib nima qiladi Xitoy? To'g'ri. Manfaat bo'lishi kerak buning uchun, Xitoy uchun. Именно hozir o'sha Ближний Восток, Yaqin Sharqdagi o'sha ziddiyatli holatdan Xitoy manfaatlar qidirmoqda. Yangi manfaatlar qidirmoqda. Qaytanga ular uchun bu qandaydir bir imkoniyat. Har bitta narsani o'sha imkoniyat sifatida ko'rishadi-da ular. Mayli, mana shu masalalarni gaplashdik siz bilan. Siz vaqtingizni olmaymiz boshqa.